Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning aytishicha, Vladimir Zelenskiy Yevropadagi muzokaralarda AQSh rejasiga Rossiya uchun qabul qilib bo'lmaydigan takliflarni kiritmoqchi. Uning so'zlariga ko'ra, albatta, amerikaliklar tayyorlayotgan hujjatlarga biz uchun mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan bandlar va takliflarni kiritish Zelenskiyning maqsadlaridan biridir, dedi Ushakov. Undan Zelenskiy tinchlik jarayonini buzmoqchimi degan savol so'ralganda. Ushakov shuningdek qo'shimcha qildi. Rossiya hali rejaning yangilangan versiyasini ko'rmagan, hujjatga kiritilgan o'zgarishlar Moskva uchun ma'qul bo'lmasligi mumkin. AQSh hozir reja bo'yicha Yevropa va Ukraina bilan muzokara qilmoqda. Ertami kechmi Washington bu masalada Moskva bilan ham aloqa qiladi. Uning aytishicha, Rossiyaning murosaga tayyorligi yoz boshidan beri ko'rinib kelmoqda. Misol sifatida u AQShning so'nggi takliflarini keltirdi. Zelenskiy taklif qilgan referendum haqida. Zelenskiyning hududiy masalalar bo'yicha referendum o'tkazish tashabbusini izohlar ekan, Ushakov ta'kidladi. Butun Donbass Rossiyaning hududi. O't ochishni to'xtatish faqat Ukraina qurolli kuchlari Donbassdan chiqib ketganidan keyin mumkin. Bu tinchlik rejasining muhim qismi ekanini qayd etdi. Yevropaning yangi taklifi. Avvalroq Germaniya kansleri Friedrich Merz Yevropa yetakchilari Trumpga Kiyev tomonidan hududiy yon berishlar bo'yicha yangi taklif berganini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump esa amerikalik delegatsiya shanba kuni Yevropa ittifoqi va Ukraina bilan muzokarada ishtirok etishi mumkinligini bildirdi, agar bu muzokaralar foyda keltirsa. Kreml va Washington o'rtasidagi muzokaralar. O'tgan haftada Vladimir Putin Kremlda Uitkov va Jared Kushner, Trumpning kuyovi, bilan uchrashdi. Tomonlar taxminan 5 soat davomida AQShning tinchlik tashabbusini muhokama qildi, ammo murosaga kelinmadi. Putinning aytishicha, AQSh boshlang'ich 27 bandli tinchlik planini 4 ta paketga ajratgan. U deyarli barcha bandlarni ko'rib chiqqan, Moskvaga mos kelmaydigan bandlar ham bor. Zelenskiyning Yevropadagi uchrashuvlari. Dushanba kuni Zelenskiy Britaniyaga bordi va u yerda AQSh rejasini Yevropa yetakchilari bilan muhokama qildi. Ukraina avvalari yozishicha, Zelenskiy yana bir bor hududiy masalalarda yon berishdan bosh tortdi. Axios nashriga ko'ra, Kiyev AQShning so'nggi takliflari bo'yicha rasmiy javobini Washingtonga yuborgan. Trumpning G'azo bo'yicha tinchlik rejasi oldinga siljishda qiynalmoqda. Isroil va Hamas qiyin tanlovlar bilan yuzma-yuz. Tinchlik rejasi to'xtab qolgan. AQSh qo'llab-quvvatlagan tinchlik tashabbusi, o't ochishni to'xtatishdan keyingi bosqichga o'tish, G'azoni tiklash va barqarorlikka erishishni ko'zlagan rejalar hozircha yaxshi siljayotgani yo'q. Isroil ham, Hamas ham rejani davom ettirish uchun zarur bo'lgan muhim yon berishlarga tayyor emas. Tomonlar orasida katta kelishmovchiliklar bor. Hamas qurollaridan butunlay voz kechishga va G'azzodagi siyosiy nazoratdan chekinishga majbur bo'lishi mumkin, lekin rahbariyatning ko'pi bunga rozi emas. Isroil esa qo'shinlarning bir qismini G'azzodan olib chiqishi va xavfsizlikni xalqaro kuchlarga topshirishi kerak bo'lishi mumkin. Bu siyosiy va xavfsizlik nuqtai nazaridan og'ir qaror. Shu sabab rejadan keyingi bosqich demilitarizatsiya, boshqaruvni qayta tashkil qilish va tiklash ishlari hali boshlanmagan. Hududiy va harbiy vaziyat jarayonni qiyinlashtirmoqda. Isroil armiyasi G'azzo hududida sariq chiziq deb ataluvchi yangi nazorat hududini belgilagan. Bu esa amalda G'azzoda yangi chegaraning paydo bo'layotganini anglatadi. Bu esa G'azzoni kim boshqarishi va qaysi hududlar qaytarilishi borasida savollar tug'diradi. Garovdagilar masalasi hal qilinmagan. Isroil rahbariyati tirik yoki halok bo'lgan barcha garovdagilar qaytarilmas ekan, tinchlik rejasining keyingi bosqichiga o'tmasligini aytmoqda. Bu ham jarayonni sekinlashtirmoqda. G'azzodagi og'ir gumanitar vaziyat bosimni kuchaytiryapti. Siyosiy jarayon cho'zilayotgan bir paytda G'azzoda millionlab odamlar yomonlashayotgan sharoitda suv toshqinlari, to'siqlangan yordam, vaqtinchalik lagerlarda yashamoqda. Bu xalqaro bosimni kuchaytirmoqda.
Tramp kelasi yilda Tinchlik kengashi deb nomlangan xalqaro nazorat organini e'lon qilishi kutilmoqda. Rejaning oldinga siljishi uchun tomonlar qurolsizlanish, boshqaruv va xavfsizlik bo'yicha og'ir qarorlar qabul qilishi kerak bo'ladi. Finlandiya Rossiya chegarasida 140 kilometrga yaqin devor qurdi. Finlandiya Rossiya bilan chegarada rejalashtirilgan 200 kilometrdan deyarli 140 kilometr devor qurib bo'ldi, deb xabar berdi Suomalainen nashrlari guruhi Finlandiya chegara xizmati ma'lumotlariga tayanib. Loyiha to'liq yoz fasligacha yakunlanishi kutilmoqda. Nashr ma'lumotiga ko'ra, devorni saqlash va xizmat ko'rsatish har yili taxminan 4 million yevroga tushadi. Chegara xizmati bildirishicha, devorning balandligi 4,5 metr, shundan taxminan 1 metri tikanli sim hisoblanadi. To'siqning bir qismi yer ostiga ham davom etadi. Finlandiya va Rossiya o'rtasidagi chegara Finlandiya hukumati qarori bilan keyingi ogohlantirishga qadar yopilgan. Finlandiya 2023-yil noyabridan boshlab 3-davlatlardan kelayotgan nazoratsiz migrantlar oqimi fonida chegara o'tishiga cheklovlar kiritgan edi. Finlandiya tomoni Rossiyani go'yoki qochqinlarni ataylab chegaraga yuborishda ayblagan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova ushbu ayblovlarni rad etib, ularni G'arbning ikkiyuzlamachiligi deb atagan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Finlandiya hukumati egallagan rusofob pozitsiya chuqur afsus uyg'otayotganini aytgan. Unga ko'ra, Rossiya chegarachilari barcha ko'rsatmalarga amal qilmoqda. O'tish joylaridan faqat qonuniy huquqi bor fuqarolar foydalanmoqda. Asossiz ayblovlar esa Moskva uchun qabul qilib bo'lmaydi. Siyosiy va sport yangiliklarini biz bilan kuzating.